Fransuskiy xonadonimiz. Bitta ko'ringlar. Assalomu alaykum azizlar. 90 kvadratli xonadon, eksklyuziv xonadonimizni sotuvda azizlar. 90 kvadratni tashkil qiladigan xonadonimizga qarang, hamma narsa qilingan, posuda, mo'l, texnikalar hammasi bo'sh. Endi uyimiz prosta bomba bor-ku. Bu xonadonni srochni sotib olmasa, ishoninglar, afsus qilib qolasiz. Endi bu yoqda manzarani qarang. Yo'l, manzara, dvorlarimiz juda ham yashillikka boy. Golden House Paris Centrumizda 90 kvadrat 3 xonadan iborat. Xo'p, bu yoqda sanuzlimiz bor ekan. Sanuzlimizni qarang. Fransuskiy qilib qo'yishgan ekan. Xo'p, bu yoq esa yana bitta spalnimiz. Juda ham dahshat. Juda ham chiroyli. Xo'p, bu yoqda esa yana bitta katta spalnimiz bo'lar ekan, azizlar. Qarang, nima deyapti? Mening fikrimcha like arzigulik. Qarang, lustralari qarang. Juda ham boshqacha. Xo'p, bu yoqda esa nima bor ekan? Bu yoqda balkon qismimiz. Endi balkonni qarang, dvorni qarang. Nima deyapti dvor? Like arziydi ancha. Xo'p, narxini oxirida aytib o'tamayizlar. Xo'p, bu yoqda esa yana bitta sanuzlimiz bor. Uyimiz narxi keladigan bo'lsak, uyimiz narxi necha pul ekan ukasi? Uyimizni narxi pastda yozib qoldiramiz. Bemalol telefon qiling. Siz bilasizmi? Yo'q. Ha. Uyimiz narxi 295 ming. Kelishtirib beramiz. Sog' salomat bo'linglar.